Assalomu alaykum. Men Sanjar Abduvaliyev, Aram klinikasi allergolog, pulmonolog shifokori bo'laman. Aeroget Spacerdan nima uchun foydalanishimiz kerak va u nima? Aeroget Spacer bu astma va nafas yo'li a'zolari kasalliklarida foydalaniladigan dozali ingalyatorlarni yuborish uchun oson va qulay qo'llanadigan maxsus qurilmadir. Aeroget Spacerda foydalari shundan iboratki, siz yuborayotgan dorini to'liq va samarali organizmga kirishini ta'minlaysiz. Ko'pincha astma va nafas yo'li a'zolarida qo'llanilgan ingalyator dori vositalari bu gormonlar hisoblanadi. Gormonlar mahalliy immunitetni tushirish yon ta'siriga ega bo'lganligi uchun ko'pincha ingalyatordan noto'g'ri foydalanganimizda ular og'iz qismida qolib ketishi sababli stomatit va shilliq qavatlar yallig'lanish kasalliklariga olib kelishi mumkin. Biz buni oldini olishimiz va dori vositasini og'izda qolmasligini va to'liq bronxlarga va o'pkaga yetib borishini ta'minlash maqsadida Aeroget Spacerdan foydalanishimiz mumkin. Aeroget Spacer bu yon ta'sirlarni oldini olishda yordam beradi va dorini to'liq dozada va to'liq tarkibda bronxlarga va o'pkaga alveollarga yetib borishini ta'minlaydi. Agarda sizda Aeroget Spacer qurilmasini ishlatishda savollar bo'lsa, siz savollaringizni izohlar bo'limida qoldiring.